NLP sessiya 1 sizning ishonchingizni tiklash va hayotingizdagi energiyani qayta uyg'otish jarayonidir. Siz qarorlar qabul qilasiz. Ichki resurs yetishmaydi. Motivatsiyangiz tushib ketadi. Qaror qabul qilishga qiynalasiz. Hayotda to'g'ri yo'l topa olmay qolasiz. Bu nafaqat o'zingizga, balki yoningizdagi insonlarga ham ta'sir qiladi. Munosabatlarda tushunmovchiliklarga, ishda ishonchsizlikka, doimiy charchoq va stresslarga olib keladi. Eng qizig'i, bu muammoning sababi nimada ekanligini bilmaysiz. Sababi ong ostingizdagi cheklovlar va resurs holatining yo'qligidadir. O'zingiz bilmagan holda cheklovlar ichida yashashni boshlaysiz. NLP sessiyasining asosiy maqsadi sizdagi cheklovlardan sizni xalos qilish va yangi resurs holatini yaratish. Bu sessiyalar individual yakkama-yakka bajariladi. Sizda negativ holatni yo'qotiladi, o'rniga esa jasorat va motivatsiyaga ochilasiz. Bu jarayonda NLP texnikalaridan Ledi Godayeva, Vizmach, mukammallik doirasi, ishonch barometri, undan keyin esa holatga kirishning 5 ta usuli, texnikalaridan foydalaniladi. Natijada negativ holatdan chiqasiz. Birovdan emas, o'zingizning ichki dunyoyingizdan resurs olishni boshlaysiz. Bunda 6 nuqta texnikasi, televizor, kinoteatr texnikalaridan foydalaniladi. Men sizga o'z imkoniyatlaringizga ochilishingizga, cheklovchi e'tiqodlaringizdan xalos bo'lishingizga, shaxsiy resurslaringizni o'z qo'lingizga kiritishingizga yordam beraman. Agar siz hayotingizda o'zgarish qilishni va kuchli resurs holatda yashashni xohlasangiz, NLP sessiyasiga shu Telegram orqali bog'lanib yoziling.